Salam, qizlar, o'g'illar, oshiq-mashqlar. Hammalarniki mush videoni ko'rayotgan vaqt xayrli bo'lsin. Bugun mush oldimizda kelayotgan 2-oyning 14-i, ya'ni oshiq-mashqlar bayrami, Valentine's Day, mushu bayram sababli mayli o'tkazing, mayli o'tkazmang. Mushu bayramning temasi asosida nayti yiqishliq, pakiz, tatliq chiqamish kirimni asal qilib chiqdim. Hamda chash boson degandek. Undaqda bu kirimni qanaqa qilganimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, odalam videoga o'taylik. Primerga bo'lsa, men Smashbox'ninki Photo Finish Primerizer mushuni ishlatayman. Ondan ag'artishmeyga bo'lsa, Naked Urban Decay'ninki yangi chiqqan 24 Hour Wear Weightless Liquid Foundation mushuni ishlatayman, ammo buning rangi biroz qiyinroq qilyapman. Shona Bobbi Brown'ninki burunqi beige 3, beige 3-nomer rangi bilan ikkisini aralashtirib mix qilib turib ishlatayman. Mushu beauty blenderni ishlatgan vaqtimizda cho'qim mushu yo'l qilib, to'liq yo'l qilib deb anadagi ishlatsangiz, mayba kerak yaxshi sonda quruq ishlatmang. Endi bo'lsa Anastasia'ninki Contour Cream Kit paletti bilan azroq kontur soyalarini chiqarib paqirtirib yana qilamiz. Bunlarga mashkaramlarni Ondan mushu Contour Cream Kit palettiga mavralni ilib aspas. This is the life when you have a cat. Hate it. Endi burnimizniki kontursiga kelgan vaqtda yan tarafga Fenty Beauty'ninki Bamboo degan rangiga bu mushu concealersini beramiz. Endi yuzimizdagi qolgan konturlarni turg'izish uchun Chanel'ninki kirim turg'izish urpisi. Endi ko'z kirimimizga keldik. Bugungi ko'z kirimida bo'lsa, mushu Carly Bible bilan Anastasia Beverly Hills ikkisi birlashib ishlagan paletni ishlataman. Yangi yillik kirimimni mush palet bilan bitkazgan. Ayrim vaqt chiqarib mushu yangi yildagi kirimimni qanaqa qilganimni sizlarga ko'rsatib qo'ymay, mashkaramni qilgandim. Bugun boshqa mush paletga boshqa ranglarni ishlatamiz. Oldi bilan Bible degan rangdan boshlaylik. Bu rang xillam qiynaq, shu bu ishlar tekizib bir qiqayotgandan keyin ishlatsangiz bo'ldi. Ananiki boy deydigan bir qiram to'liq kerashdan rang bor. Mushuni ilib shu qir tarafga asosdan. Okey, bunisi bo'lgandan keyin andan eng ustiga bir qavat Steve degan qizil rangdan beramiz. Mana bir concealer brush tappa. Mushuning bilan My Angels degan rang bor, mushuni Buni shu so'z qilib bersangiz bo'ldi, bak baqirtasan, so'ng qolmay qolib qolasiz.
Şu Bible bilan chai deganlarni ikkisini birlashtirib asti qatliqimizni chiqaramiz. Neyse bu halinki texmi kichik bir cho'tkasi bor bo'lsa shuni ilib mu degan bir rang bor. Shuni ilib asti qatliqimizni o'tirg'a. Siraq paqirtirg'anga shuga surib qo'ysak bo'ladi. Endilikka Bali degan rangni ilib mayli qiynoq gram qilaman, mayli sus gram qilaman, shu o'ttirdagi ko'zimizga ko'chaga surkaydigan shu faqroqni hargiz unutib qolmang. Chunki bu ko'zingizni qamchalantirdi. Eslamazga, esan qo'shadi. Eyelinerda men Too Faced, neki Better Than Sex. Eyeliner'ımı işletyaptım ben. Andan keyin shu kirpiklarga kelgan bo'lsa-mu, men yana o'xshash Too Faced'niki Better Than Sex. Shu maskarasini ishlatdim. Every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear, all that kind. Yana bo'lsa shu BH Cosmetics'niki M204. Yani M204 numaralı mao kirpikni ishlatdim. Men hep mushularniki BH Cosmetics'niki va yoki Ardell'ninkini ishlatdim. Yendek mushikisinkini bak ishlatdim. Ham Instagram storylarimda bo'lsin yoki videolarda bo'lsin hamsida bir qatam deb o'tgan. Shunaqtimi men yana bir ta'kidlab qo'yay dedim. Yoki BH Cosmetics yoki Ardell with peace. Yana o'xshash Anastasia Beverly Hills'ninki Contour Palette'ini ishtiriki mavshurani daxlam sepab o'tganiga yuzimiz contour beramiz. Deep blush, blush'ta Fenty Beauty. Hadi burnumuzun üstünü azra kızgıç koysak. Ama durdu. Voilà. Endi highlighter alamiz forever. Chiqib bu MAC'niki highlightersini ishlatib qilib pek uzun bo'lib ketdi. 3 yil. 1,5 yildak bu.
Andan kichikroq bir beauty blenderni ilib yo'l qo'ygandan keyin mouse ekranni siraq tekkizib endi oxirgi bir qadam kalpukimiz. Shu Douglas'ninki kalpuk qalami tablo. Meniki nomeri bo'lsa 11-nomer Brown Mystery. Shu. Biroq suratgandan keyin Anastasia Beverly Hills'ninki bu liquid lipstick rengi bo'lsa caramel. Tamam, pek tatlı caramel proydu. Kremimiz bitti. Birlikte içerisine kıp. Şunu aksak bula. Çaşık gelgeni bolsa bugün ait adilam. Öyle dep oylaştım. Şu yan taraftan öreyimiz. Şu gayrı bu ait adi. Ana oxirgi bir qadamni unutib qoldim. Elfninki tushkiramidim. Bu shu Elfninki Matte Magic Mist and Set spray deb qo'ygandik. Bu shu krem to'g'izadigan suyuqlik. Shu bitta deylik. Voilà, bitti. Also, ya da muhabbeti balaniki aşıq məşıqlar bayramınlarga mübarək olsun, məngi bəxtlik bulunlar, aldığınla baş, əbişinla baş, ayğınla taş, aldığınla bala, kenanla qalıb gəlsin. Peki boytaq sürü atqanlar bolsa, sizlərinin muhabbatları da zanlarınki ömürlük sevginin dipşanlarını için dilimden ümit qılıma. Happy Valentine's Day. Yana bundan başqa yana qandaq kremlarni ko'rganlarda pastki inkas yazğanlarga yezib qo'yishni unutib qolmang. Bu videoni taqitishni unutib qolmang. Like berishni unutib qolmang degandek. Bunaqda bugungi videomiz nishada yaqinlashdi. Kelasi videomizda ko'rishaylik. Sen de baxet, men de dur.